Assalamu alaykum jigarlar, aziz takipçiler. Bugün biz Faxravatqa daçağa kelganmiz. Kelin yollarda keldik. Kelin ko'rgan vaqt deb qaraman. İnşallah nash daça yaman chiroyligini ko'rsataman. Shu tomonda kim bizni ko'rayotganimizni bitta like, bitta podpiska bosib qo'yasizlar. Hammalarga shunday vaqt tilayman. To'y xizmatlari bo'lsa, nomerini yozib qo'yamiz. To'y xizmati uchun nima kerakligini sizlarga aytishim shart emas. Kim to'y qiladi, o'zi biladi nima kerakligini. Nomerini yozib qo'yaman. Nima bo'lsa shu nomerga aloqaga chiqasiz. Qani ketdik jigarlar.